Assalomu alaykum. Bugun 17-avgust 2026-yil. Ro'paramizda Sherif uzumi. Mana donlari yirik, katta bo'ladigan kech pishar uzum. Juda qattiq donlari. Katta. Mana pastroqdagisi rang olgan yaxshigina. Bunga o'tgan yilgi payvand bo'lishiga qaramasdan ko'proq nagruzka qo'yib yuboribmiz. Mana bu yerda boshlari mana juda katta boshlari. Donlari ham yirik. Sherif. Mana juda ko'p bosh qo'yilgan. Bundan yana bu yerda ham bor mana. 5-6 ta boshini qirqib olib tashladik yaqinda. Shunda ham hosil ko'p, juda ser hosil. Pishishiga yana bir 20 kun vaqt bor kamida. Juda karsildoq. Mana bu yoqdagi qorayib chiqqanlarini hozir yeb ko'raman. Shu kuni tatib ko'rganimda yaxshigina shira yiqqan ekan o'sha. Mana karsillashini bir baho berasizlar. Juda ham karsildoq. Mana mayda qop-qora bo'lganlardan hozir yana tatib ko'ramiz. Eng kichkinasini yeb ko'raman. Eshitayotgan bo'lsangiz, juda karsildoq, ajoyib uzum. Sherif. O'ta ser hosil. O'sish kuchi yuqori. Ser hosil uzum. Nasib qilsa bu uzumimiz to'liq yetilgandan keyin yana bir video obzorini qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.